marta kesareva bo'lganman. Qanday saqlanishim kerak? Spiral qo'ysam bo'ladimi? 3 ta kesareva bo'lsa DHS qildirib nima qildingiz? Aytishmadimi DHS qilish kerakligini? Yana tug'moqchiman, o'zi tug'sam Bizani hozir, конечно, kesareva amaliyoti zo'r rivojlangan. Oldin juda ham kam qilingan paytda, SSR paytlarida 2010-2010-yillarda bunaqa hali ko'p qilinmasdi kesareva. Shu paytda tavsiya qilishmasdi 3 ta kesarevadan ortiq. Hozirgi kunda ham endi kesareva amaliyoti takomillashganligi uchun hamda hamma почти shifokorlar yaxshi qiladi kesareva. Shuning uchun chaniq yaxshi bitadi. Va 3 tadan ham ortiqqa ruxsat beriladi aslida. Lekin har bir baribir tig' jarayoni, ulardan keyin ya'ni shu choqilib bitayotgan paytda spaykalar, ya'ni bitishmalar paydo bo'lishi bu ayolni sog'lig'iga, holatiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun 3 ta kesareva bo'ldi, aytiladi o'z odatda 3-kesarevada, uzog'i 4-kesarevada DHS qilish kerak deb, ya'ni IJK trubalarni boylash. Shunda ayolda tug'ruqdan keyin bunaqa bosh og'riq bo'lmaydi. Nima bilan saqlanadi? Mana hozir siz so'raysiz-ki, 3 ta kesarevdan keyin spiral qo'ydirsam bo'ladimi? Noto'g'ri o'zi aslida. Birinchidan o'zi 3 marta kesareva qilingan. 3 ta chok turibdi, o'ta tasavvur qiling, o'ta bitishmalar bo'ladi, chaniq bo'ladi. Agar masalan siz tug'magan bo'lsangiz, o'zingiz tabiiy, albatta bachadon bo'yni ham yopiqroq bo'ladi va o'sha spiral qo'yilayotgan paytda asoratlar har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun 3 ta kesarevadan keyin eng yaxshisi yoki o'sha DHS kesareva paytida qilish. Yoki spiral ham qo'ysa bo'ladi endi. Juda bo'lmagan holatda 3 ta kesarevadan ham keyin qo'ysa bo'ladi, lekin asoratlari ko'proq bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilinmaydi 3 ta kesareva. Eng yaxshisi bunaqa holatda implanton qo'ydirish. Qo'lga qo'yiladi, bachadonga tegilmaydi, ya'ni bachadon o'zini 3 ta choklari bilan tinchgina rahmat sizga deb turadi.